Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha reysiy avtobuslarimiz boshlandi. Pasatka jarayoni. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka, sen bultiram ko'rishdik. Qandaysiz aka? Siz bilan hali ko'p ko'rishamiz aka, avtobusda ketsiz. Qalay aka, sharoit? Yaxshimi aka? Kamchiliklar yo'qmi? Mana biletlarni kassadan olib, bemalol ketyapsiz, to'g'rimi? Avtovokzalda o'zidammikan? Qonuniy avtobus. Yolg'on bo'lmadimi? Necha marta borib keldingiz o'zimizda? Asiyani sizlardan borib kelamiz. Gap yo'q aka. Omad. Sog' bo'ling. Taklif qilasizmi yaqinlarga? Boshqa metroda qatnaydigan shekilli ana bu. Novoyasinskdan bo'ladi. O'shandan kirib ketadi. Bo'ldi aka. Sog' bo'linglar. Akalar, hormaylar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Shef, qalay? Qaysi shaharga ketyapsiz? Samarqand, Toshkent. Vatanga qaytyapsizmi aka? Kamchilik yo'qmi, kamchilik? Gap yo'q. Aka, ukalar mana ko'rib turganlarda xursandchilik bilan bagajlar yuklanyapti. Bemalol bexijolat aka ukalar. Endi aka, kelajak qanday ko'rsatadi? Dokumentingiz joyida bo'lsa, hamma yo'q cho'tka bo'lsa, qonuniy avtobus aka, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Nima desa chiqadi?